Fabio Cannavaro O'zbekistondan qancha pul olishi haqida ba'zi saytlar yoza boshladi, ya'ni uning yillik daromadi, oyligi haqida yoza boshlashdi. Albatta birovning cho'ntagi qiziq emas, lekin biz, ya'ni O'zbekiston unga pul to'layotganligimiz uchun hisoblab ko'rdik, oyiga, kuniga qanchadan to'g'ri keladi O'zbek so'miga taqqoslaganda. Avval aytib o'tmoqchiman, Fabio Cannavaro eng katta oyligini, ya'ni maoshini Xitoy klubidan olgan, o'sha Guangzhou Evergrande degan jamoani boshqargan va o'sha yerda Xitoyda 12 million yevro olgan ekan. Bu haqida Chempionat Aziya vakillari, jurnalistlar yozib chiqdi. 12 million yevro olgan va oxirgi ishlagan jamoasi Dinamo Zagrebda esa 1,5 million yevro olgan. Endi O'zbekiston bu odamga 4 million yevro yiliga taklif qilgani haqida Sport Express nashri yozib chiqdi do'stlar. 4 million yevro. Taqqoslash uchun aytaman, ayni paytdagi dunyodagi eng kuchli jamoalardan biri Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps 3,8 million yevro olar ekan yiliga. Bu odamga biz 4 million taklif qilyapmiz. Endi qarang, o'zbek so'miga taqqoslaganda qancha bo'ladi? Dahshatli summalar. O'zbek so'miga hisoblasak, bir yiliga 56 milliard 739 million 290 ming. Endi oyiga hisoblaganda 4 milliard 728 million 274 ming. Ya'ni oyiga deyarli 5 milliard oladi bir oyiga. Va kuniga hisoblaganda 157 million 608 ming oladi. Bir kuniga 107 million so'm. Dahshat do'stlar. Arziydimi shu murabbiy shu pulga? Bu pul sizni, meni hissam bor bu pulda. Ya'ni budjet puli, budjet Ufaga beradi, to'g'rimi? Bu tabiiyki bizga ham hissamiz bor, xalqning puli va tabiiyki xalqning jamoasi. Albatta biz so'rashga, qiziqishga haqqimiz bor. Agar shu murabbiy bu pulga arziydi desangiz, izohlarga yozing, arzimaydi desangiz ham yozing, videoni like bosib tarqatib qo'ying, ko'pchilik bilsin do'stlar.